Assalomu alaykum. Blender bo'yicha mini kursga xush kelibsiz. Bu kursda biz Blender dasturi yordamida kichik orolchadagi uyni 3D modelini yaratishni bosqichma-bosqich o'rganamiz. Kursimiz yangi boshlovchilar uchun mo'ljallangan. Ya'ni agar siz ilgari Blender bilan ishlamagan bo'lsangiz ham, hammasini birgalikda bosqichma-bosqich o'rganamiz. Blender bu bepul va ochiq manbali 3D grafikalar yaratish dasturi. Uning yordamida biz modellashtirish, animatsiya, vizual effektlar va o'yin sahnalarini ham yaratishimiz mumkin. Blender bugungi kunda butun dunyo bo'ylab 3D dizaynerlar, animatorlar va dasturchilar orasida juda mashhur dastur hisoblanadi. Agar siz hali Blender o'rnatmagan bo'lsangiz, uni rasmiy veb sahifasidan blender.org saytidan bepul yuklab olishingiz mumkin. Blender Windows, MacOS va Linux tizimlarida ishlaydi. Blender dasturini ishga tushirganda biz mana shunday oynani ko'ramiz. Bu oyna yangi loyiha yaratish yoki avvalgi fayllarni ochish uchun mo'ljallangan. Chap tomonda yangi loyiha yaratish uchun turli variantlar mavjud. General oddiy 3D loyiha, 2D animation 2D shu animatsiyalar uchun, sculpting modellashtirish uchun, VFX effektlar uchun va video editing video montaj uchun ishlatiladi. Biz hozircha general variantni tanlaymiz. Ko'pincha shu variant bilan ishlaysiz. Endi hozir biz Blenderning asosiy ish sahnasidamiz. Blender dasturining yuqori qismida joylashgan bu panel ishchi oynalar yoki workspaces deb ataladi. Har bir bo'lim alohida maqsad uchun mo'ljallangan. Ularni qisqacha ko'rib chiqamiz. Dasturning yuqori qismida joylashgan bu menyular yordamida biz dasturning asosiy boshqaruvlarini bajarishimiz mumkin. Birinchi menyu fayl menyusi. Bu yerda biz yangi loyiha yaratish, saqlash yoki mavjud fayllarni ochishimiz mumkin. New punktida yangi loyiha yaratishimiz mumkin. Loyihalar General, 2D animation, sculpting, VFX, video editing. Biz asosan General bilan ishlaymiz. Open va Open Recent ixtiyoriy yoki yaqinda ishlagan loyihani ochish mumkin. Recover punkti. Bizga Blender kutilmaganda o'chganda kerak bo'ladi. Ya'ni Blenderda ishlab turganimizda kompyuter o'chib qoldi va biz loyihani saqlanib qilmaganmiz. Recover punktiga kirib last session yoki auto save dan восстановить qilishimiz mumkin. Keyingi punktlarda shu saqlanib qilish, standart saqlanadi, bularni bilsangiz kerak. Keyingisi append punkti. Biz bu yerda boshqa bir blend formatidagi fayllarni, obyektlarni o'zimiz loyihamizga qo'shishimiz mumkin. Keyingisi bizda import va export. Bu ikkita punkt Blenderda boshqa dasturlardan model olib kirish yoki o'z loyihamizni boshqa formatda saqlash uchun ishlatiladi. Import bu boshqa dasturlardan yaratilgan 3D modellarini Blender ichiga olib kirish jarayoni. Blender bu fayllarni o'qib, ularni sahnaga joylashtiradi. Export esa aksincha. Bu siz Blenderda yaratgan modellarni boshqa dasturlarga yoki formatlarga saqlash imkonini beradi. Ya'ni boshqa bir 3D modelni, masalan, 3D Max programmasidagi modelni Blenderga bemalol ko'chirishimiz yoki aksincha Blenderdan yaratilgan modelni 3D Maxga bemalol ko'chirib ishlatishimiz mumkin. Keyingisi edit menyusi. Bu yerda bizani qiziqtiradigan narsa bu preferences. Preferences esa bu Blenderda dasturda bo'lgan shu nastroykalarni o'zgartirishimiz mumkin. Qisqasi Blender nastroykalari. Keyingisi esa render punkti. Bu yerda render bilan bog'liq deyarli hamma opsiyalar mavjud. Bu ishni oxirida, shu loyihamizning oxirida ishni tugatganimizda sahnani render qilish uchun kerak bo'ladigan menyu. Windows punkti. Bu yerda oynalar bilan ishlash opsiyalari mavjud. Shu agar sizda ikkita monitor bo'lsa, ikkinchi monitorda ham Blenderni yoqib, boshqa bir loyiha ustida отдельно ishlash mumkin. Ya'ni birinchi monitorda Blenderda boshqa loyiha, ikkinchi monitorda Blenderda boshqa loyiha. Help menyusi. Bu yerda har xil Blenderni o'rgatadigan web resurslarga silkalar mavjud. Ingliz tilini bilsangiz, bular bilan tanishib chiqishingiz zarar qilmaydi. Endi sahnaga ham o'tsak ham bo'ladi. Markazda bizda 3D obyekt. Bu kub. Bundan tashqari bu yerda har doim 3 ta asosiy element mavjud. Bu kamera, yoritish, light va kub. Chap tomonda panel instrument bor. Ya'ni shu asboblar paneli. Bu yerda tanlashimiz mumkin, obyektni tanlash. Keyin ko'chirish, move, ko'chirish. Tanlangan obyektni ko'chirishimiz mumkin. Keyin aylantirish, tanlangan obyektni aylantirish, biz aytib turgandek. Har xil tomonlarga aylantirish mumkin. Keyingisi kattalashtirish, masshtab. Obyektni razmerini o'zgartirsak bo'ladi. O'ng tomonda esa ikkita muhim panel bor. Bu tepadagi panel va pastdagi. Yuqorida joylashgan bu outliner deyiladi.
unda sahnadagi barcha obyektlarning ro'yxatini ko'rishimiz mumkin. Masalan, mana bu sahnamizda o'zi light, kub va kamera mavjud. Pastda esa properties paneli. Bu yerda shu obyektning nastroykalarini o'zgartirsak bo'ladi. O'lchami, joylashuvi, materiali va boshqa bir xususiyatlarni o'zgartirish mumkin. Bu yerga ancha qaytamiz. Xo'p, pastdagi chiziq esa quyidagi timeline chizig'i. Ya'ni vaqt o'qi. U asosan animatsiya yaratish jarayonida ishlatiladi. Hozircha u bizga kerak emas. Blenderda 3 ta asosiy navigatsiya parametri mavjud. Bular ko'chirish, aylantirish va masshtab. Aylantirishdan boshlaymiz. Buning uchun sichqonchani o'rta tugmasini bosib turamiz va sichqoncha harakatlantiramiz. Hozir ko'rib turganingizdek default holatda bitta nuqta atrofida aylanyapmiz. Bu x, y, z koordinatalari kesishgan nuqtadir. Default holatda biz har doim koordinatalar kesishgan nuqta va 3D kursor atrofida aylanamiz. 3D kursor haqida keyinroq gaplashamiz. Keyingi opsiyamiz bu masshtab. Bu uchun o'rta tugmani oldinga yoki orqaga aylantirsak bo'ladi. Yoki esa Ctrl tugmasi va o'rta tugmani bir vaqtning o'zida bosib turib, sichqonchani oldinga yoki orqaga harakatlantirsak bo'ladi. Ko'rib turganingizdek masshtab o'zgaryapti. Va uchinchisi bu kamerani ko'chirishdir. Bu uchun Shift tugmasi va o'rta tugmani bosgan holda mishkani harakatlantirsak bo'ladi. Shularning o'zi sahnani любой joyga borishga, yaqinlashishga yetarlichadir. Blenderda 3 ta sahnani ko'rishning ikki asosiy usuli mavjud. Bu perspektiv ko'rinish va ortografik ko'rinish. Biz hozir bu yerda yozib qo'yilgandek user perspektiv yozib qo'ygan. Biz hozir perspektiv ko'rinishdamiz. Xo'p, endi ular orasidagi farqni ko'rib chiqamiz. Hozir biz perspektiv ko'rinish rejimidamiz. Perspektiv bu haqiqiy dunyodagi ko'rish usuli. Shu masofaga qarab obyektlar kichrayib borishi yoki kattalashib borishi. Masalan, yaqin turgan kub kattaroq, uzoqroqda turgan kub esa kichikroq ko'rinadi. Hozir buni misol tariqasida ko'rsatib beraman. Yana bitta kub olamiz. Kubni uzoqroq joylashtiramiz. Ko'rib turganingizdek, birinchi turgan kubimiz ikkinchi turgan kubdan kattaroq ko'rinyapti. Lekin aslida esa ikkalasining o'lchamlari bir xil. Endi shu holatni o'zida ortografik ko'rinishga o'tamiz. Buning uchun klaviaturadagi numpad 5 tugmasini bossak bo'ladi. Yoki esa mana quyidagi tugmani bossak ham bo'ladi. Mana user ortografik ko'rinishga o'tdik. Ortografik rejimda obyektlar masofadan qat'iy nazar bir xil o'lchamda ko'rinadi. Masalan, ikkala kub mana. Orasidagi masofaga qaramasdan turib, ikkalasi ham bir xil o'lchamda. Yana numpad 5 ni bossak, perspektiva ko'rinishga o'tamiz rejimga. Xo'p, e'tibor bering, endi sahnada chuqurlik hissi yo'q, lekin o'lchamlar juda aniq ko'rinib turibdi. Shuning uchun ortografik ko'rinish odatda modelni to'g'ri joylashtirish va chizmalar uchun ishlatiladi. Perspektiv va ortografik ko'rinishlar orasida tez almashish uchun faqat numpad 5 tugmasini bosish kifoya yoki mana bu tugma. Shu tarzda siz kerakli paytda realizm yoki aniqlik rejimini tanlashingiz mumkin. Bundan tashqari, Blenderda sahnaga old tomondan, yuqori tomondan yoki yon tomondan qarash mumkin. Buning uchun bironta obyektni tanlaymiz. Masalan, shu kubimiz. Numpad 1 tugmasini bosamiz. Front ortografik kubni old tomoniga o'tdik. Mana shu kub bo'lsa, numpad 1 ni bosamiz, old tomoniga o'tadi. Numpad 3 ni bossak, o'ng tomoniga. Numpad 7 yuqori tomoniga. Numpad 9 past tomoniga, kubni past tomoniga. Bu tugmalar modellashtirishda juda ko'p qo'llaniladi. Endi biz Blender dasturida obyektlar bilan qanday ishlashni o'rganamiz. Blenderda har qanday modellashtirish jarayoni obyektni sahnaga joylashtirish va uni boshqarishdan boshlanadi. Blender dasturi ishga tushganda markazda bitta obyekt, kub joylashgan bo'ladi. Biz shu kub yordamida harakat, aylanish va kattalikni o'zgartirish amallarini bajarishimiz mumkin. Avvalo, obyektni tanlashni ko'ramiz. Obyekt tanlash uchun sichqonchani chap tugmasini ustiga bosamiz. Tanlangan obyekt atrofida ko'rib turganingizdek yorqin chiziq paydo bo'ladi. Bu uning faol ekanligini, ya'ni obyekt tanlanganligini ko'rsatib turadi. Agar bir nechta obyekt bo'lsa, hozir boshqa obyekt olamiz. Boshqa obyekt qo'shish uchun Shift A tugmasini bosib, mesh tanlab, masalan, kub yoki silindr qo'shishimiz mumkin. Bir nechta obyekt tanlamoqchi bo'lsak, A tugmasini bosamiz. Bu sahnadagi barcha obyektlarni tanlaydi. Ko'rib turganingizdek hammasi tanlandi. Yokida Alt bilan A ni birga bossak, tanlangan obyektlar bekor qilinadi. Endi esa obyektni sahna ichida harakatlantirishni ko'ramiz. Buning uchun obyektni tanlaymiz.
Masalan, shu silindrni. Keyin esa klaviaturada G tugmasini bosamiz. Shundan so'ng sichqonchani harakatlantirsak, obyekt mos ravishda joyini o'zgartiradi. Agar obyektni faqat bitta yo'nalishda siljitmoqchi bo'lsak, obyektni tanlagandan so'ng, G ni bosgandan so'ng o'q bosamiz. Masalan, X, Y, Z o'qida siljitmoqchi bo'lsak, X o'qida siljitmoqchi bo'lsak, G ni bosgandan keyin X tugmasini bosamiz. Shunda obyekt faqat X o'qi bo'yicha harakatlanadi. Yoki G ni bosib Y ni bossak, obyekt faqat Y yo'nalishi bo'yicha. Z ni bossak, obyekt faqat Z yo'nalishi bo'yicha harakatlanadi. Keyin muhim amallardan biri yana obyektni aylantirish. Buning uchun obyekt tanlangandan so'ng R tugmasini bosamiz va sichqonchani o'zgartiramiz joylashini. Bunda obyekt faqat o'z o'qi atrofida aylanadi. Buni albatta X o'qi atrofida aylantirish, Y o'qi atrofida aylantirish va Z o'qi atrofida aylantirish mumkin, moslashda mumkin. Bundan so'ng obyektni masshtabini o'zgartirishimiz ham mumkin. Buning uchun obyekt tanlangandan so'ng S tugmasini bosamiz. Sichqonchani tashqariga harakatlantirsak, obyekt kattalashadi. Yoki ichkariga harakatlantirsak, obyekt kichiklashadi. Buni ham mos ravishda X o'qi bo'yicha kattalashtirish, Y o'qi bo'yicha kattalashtirish yoki Z o'qi bo'yicha kattalashtirish mumkin. Agar noto'g'ri harakat qilib qo'ygan bo'lsak, Ctrl Z tugmasi orqali komandani bekor qilish mumkin. Bu barcha tahrirlash dasturlarida mavjud eng qulay buyruqlardan biri. Blenderda shu 3 ta amal siljitish, aylantirish va kattalashtirish eng ko'p ishlatiladigan buyruqlardir. Ularni tez bajarish uchun har doim klaviaturadan foydalanish tavsiya etiladi. Shu tariqa siz ish jarayonini ancha tezlashtirasiz va modellashtirish qulayroq bo'ladi. Blender dasturida obyektlar bilan ishlash uchun turli xil ish rejimlari mavjud. Har bir rejim o'zining aniq bir vazifasiga ega bo'lib, ular yordamida biz modelni yaratish, tahrirlash, bo'yash yoki shaklini o'zgartirish kabi turli jarayonlarni bajarishimiz mumkin. Rejimlar menyusi yuqorida joylashgan. Bu yerda hozirda obyekt mod ko'rsatilgan. Biz obyekt moddamiz. Hozircha ularning umumiy ma'nosini qisqacha ko'rib chiqamiz. Birinchi va eng muhim rejim bu obyekt mod. Bu rejim Blenderda eng ko'p ishlatiladigan holat hisoblanadi, chunki u sahnadagi obyektlarni boshqarish uchun mo'ljallangan. Ya'ni, bu yerda biz obyektni tanlash, uni sahna ichida siljitish, aylantirish yoki kattalashtirishimiz mumkin. Shuningdek, bu rejimda obyektni nusxalash, o'chirish yoki ularning joylashuvini aniqlash kabi umumiy harakatlar bajariladi. Masalan, obyektni nusxalash uchun Shift bilan R tugmasini bosib nusxalashimiz mumkin. Sizlarda bu Shift bilan D bo'lishi kerak. Men o'zim uchun qulay bo'lish uchun Shift bilan R ga o'zgartirgan edim. Odatda Blenderni ishga tushirganimizda dastur avtomatik ravishda obyekt mod holatida bo'ladi. Boshqa aytganda, bu rejim sahnadagi obyekt bilan umumiy darajada ishlash imkonini beradi, lekin uni ichki tuzilmasini o'zgartirish uchun emas. Masalan, siz bu rejimda kublarni joylashtirishingiz mumkin, lekin ularning qirralari, burchaklari, yuzalarini tahrirlay olmaysiz. Bizda keyingi va juda muhim rejim bu edit mod. Edit modda biz obyektning ichki tuzilmasi bilan ishlaymiz. Har bir 3D model bir nechta vertex, edge va face qismlaridan tashkil topgan. Ya'ni bular vertex nuqta. Kubimizda 4 ta nuqtasi mavjud. Keyingisi edge, bular qirra. Ko'rsatib turganimdek va face yuza. Edit mod bizga aynan shu elementlarni tahrirlash imkonini beradi. Masalan, siz kubning faqat bitta burchagini cho'zishingiz yoki uni qirrasini kengaytirishingiz mumkin. Masalan, shu nuqtasini cho'zish yoki qirrasini kengaytirish. Bularning barchasi faqat edit modda bo'ladi. Obyekt modda bular ustida manipulyatsiya qilish mumkin emas. Bu rejim modellashtirish jarayonining eng muhim bosqichlaridan biri. Bunda model shaklini, proporsiya detallarini yaratamiz. Shuning uchun bu rejim odatda Blenderdagi asosiy ijodiy maydon hisoblanadi. Hozircha biz u bilan faqat qisqacha tanishamiz, ammo keyingi darsda model yaratishimizda edit mod bilan batafsil ishlaymiz. Bizda keyingi rejim bu sculpt mod. Bu rejim orqali haykaltaroshlik usulida model tahrirlash uchun ishlatiladi. Unda biz modellarni go'yo loydan yasalgan shakldek o'zgartirishimiz mumkin.
Yumaloqlash, egish, cho'zish yoki shu silliqlash kabi. Sculpt mod odatda organik modellar, masalan, inson yuzi, tanasi yoki hayvon shakllari bilan ishlaganda qo'llaniladi. Bu rejimda brashlar yordamida modelning sirtini nozik tarzda o'zgartirish mumkin. Natijada bu usul modelga realizm va tabiiylik beradi. Xo'p, keyingi 3 ta rejim Vertex Paint, Weight Paint, Texture Paint asosan modellashtirishdan keyingi bosqich, ya'ni bo'yash va material bilan ishlash jarayonlariga tegishli. Vertex Paint bu model yuzasidagi har bir nuqtaga rang berish imkonini beradi. U sodda rang sinovlari yoki rang o'tishlarini yaratishda qo'llaniladi. Weight Paint esa bu animatsiya uchun muhim bo'lgan og'irlik xaritasini yaratish rejimi. U yordamida har bir nuqta yoki qism qanchalik harakatlashini kerakligini belgilanadi. Masalan, skeletli animatsiyada qo'l yoki oyoq harakatini boshqarish uchun. Texture Paint esa modelning tashqi yuzasiga bevosita bo'yoq surish imkonini beradi. Go'yo uchta obyekt ustida cho'tkacha bilan ishlayotgandek. Bu rejim yakuniy bezak, chiroyli effektlar yoki realistik tekstura berishda ishlatiladi. Shuningdek, siz tezkor almashish uchun, ya'ni obyekt moddan edit modga o'tish uchun tab tugmasini bossak bo'ladi. Hozir edit modga o'tdik. Yana bir marta tab bossak, obyekt modga o'tamiz. Boya aytib o'tganimdek, edit modda biz obyektning ichki tuzilmasi bilan ishlaymiz. Ya'ni modelni tashkil etuvchi har bir nuqta, chiziq va yuza bilan ishlaymiz. Ularning har biri model tuzilmasining alohida qismidir. Ammo ular birgalikda obyekt shaklini hosil qiladi. Keling avvalo vertex, ya'ni nuqta haqida gaplashamiz. Vertex bu modelning kichkina bir elementi. Har bir vertex 3D makonda aniq koordinataga ega bo'lgan nuqta. U obyekt shaklini, burchaklarini belgilaydi. Masalan, shu kubimiz modelida 8 ta vertex mavjud. Ya'ni 8 ta nuqtasi mavjud. Ularning har biri kubning burchaklarida joylashgan. Vertexlarni harakatlantirish orqali biz modelning shaklini o'zgartirishimiz mumkin. Masalan, shift orqali shu ikkita nuqtasini tanlasak, cho'zsak bo'ladi. Yoki G orqali cho'zsak bo'ladi. Demak, vertex bu har qanday 3D modelning poydevori. Keyingi element bu edge, ya'ni qirra. Qirra tanlash ikkita vertex, ikkita nuqtani tanlash orqali hosil bo'ladi. Masalan, shu kubning bu nuqtasi va ikkinchi nuqtasini belgilash orqali o'rtasidagi qirrani tanladik. Yoki ikkini bosib, yoki buni bossak, o'zi qirra tanlash rejimiga o'tdi. Bu qirra bor, bu qirra, bu qirra. To'rtalasini birga tanlasak, surface hosil bo'ladi. Ya'ni yuza. Yuzani ham o'zgartirishimiz mumkin. Yokida uchni bosib yuza tanlash rejimiga o'tsak bo'ladi. Bosganimizda yuza tanlaydi. Ikkini bossak qirra tanlash. Birini bossak nuqta tanlash. Agar vertexlar modelning nuqtalari bo'lsa, edgelar ularni bog'lovchi suyaklardir. Qirralarni tahrirlash orqali biz modelning konturlarini o'zgartiramiz. Masalan, bir qirrani tanlab, uni harakatlantirib cho'zsak, cho'zish orqali obyektning butun shakli o'zgaradi. Uchinchi element bu face, yuza. Yuza 3 yoki undan ortiq vertex va qirralar orasida hosil bo'ladi. Har bir face, har bir yuza obyektning sirtini belgilaydi va unga material yoki rang berish ham aynan shu orqali amalga oshadi. Yuza ustida ishlash, masalan, uni kengaytirish yoki rang yoki yangi yuzalar hosil qilish modellashtirishda eng muhim mo'siqchalardan biri. Ushbu 3 ta element vertex, edge va face bir-biriga chambarchas bog'langan. Agar siz bitta vertexni o'zgartirsangiz, unga ulangan edge ham harakatlanadi. Agar edge'ni tahrirlasangiz, unga tegishli yuzalar ham o'zgaradi. Shu tarzda Blenderning har bir obyekti aslida minglab vertex va edge'lardan iboratligi ko'rinib turibdi. Model qancha murakkab bo'lsa, uning tarkibidagi nuqta, yuza va qirralar shuncha ko'p bo'ladi. Shu sababli edit modda ishlash bu modelning ichki tuzilmasini yaratish, ya'ni uning skeletini shakllantirish demakdir. Edit modda ko'plab qo'shimcha imkoniyatlar mavjud. Yangi vertex yoki yuzalar yaratish, modelni kesish, qismlarni birlashtirish yoki ajratish. Ammo hozircha biz
uchun asosiy narsa bu vertex, edge va face tushunchalarini to'liq anglashdir. Ularni murakkab modellar yaratishning kaliti. Yana Blender dasturida muhim elementlardan biri bu 3D kursordir. Mana bu narsa. Tanladik, joyini o'tkazsak. 3D kursor bu sahna ichida joylashgan maxsus belgi bo'lib, u yangi obyektlar joylashadigan nuqtani anglatib beradi. Ya'ni sahnaga yangi obyekt qo'shsak hozir, masalan, kub. Aynan shu joyda paydo bo'ladi. Yana 3D kursorni bu tomonga o'tkazib yangi obyekt qo'shsak, shu joyda paydo bo'ladi. Uni ko'pincha markazda sahnaning o'rtasida ko'ramiz. Yangi sahna yaratganimizda albatta. U qizil va oq rangdagi doira shaklida bo'ladi. Markazda esa kichik nishon belgisi mavjud. 3D kursor Blender'dagi joylashuv markazi vazifasini bajaradi. Har safar yangi obyekt qo'shganimizda, u aynan 3D kursor turgan joyda paydo bo'ladi. Shu sababli model yaratishdan avval 3D kursor qayerda turganiga e'tibor berish juda muhim. Bundan tashqari, 3D kursor turli amallar uchun aylanish markazi yoki o'lchash nuqtasi sifatida ham ishlatiladi. Masalan, agar biz obyektni aynan bir nuqtaga nisbatan aylantirmoqchi bo'lsak, 3D kursor shu markaz sifatida tanlanadi. Ya'ni shu shaklni hozir R ni bosib aylantirsak, bu o'z o'qi atrofida aylanyapti. Mana bu o'rtasidagi sariq nuqta. Shuni biz 3D kursorga nisbatan aylantirsak bo'ladi. Bu uchun obyektni bosamiz, set origin to 3D kursor. Endi shu obyektni R ni bosib aylantirsak, bu obyekt 3D kursor atrofida aylanadi. Yana 3D kursorni sahna ichida erkin harakatlantirish ham mumkin. Ko'rdingiz, kursorni mana buni tanlab, xohlagan joyimizga uzatishimiz mumkin. Yokida Shift va ikkinchi tugma, sichqonchaning ikkinchi tugmasi Shift bilan birga bosilganda 3D kursorni joylashuvini o'zgartirish mumkin. Shu tarzda biz uni kerakli joyga tezda joylashtira olamiz. Agar 3D kursor noto'g'ri joyga ketgan bo'lsa, uni markazga qaytarish uchun Shift bilan S tugmalarini bosib, Snap menyusida kursor to World Origin ni bosib markazga qaytarsak bo'ladi. Koordinatalar kesishgan nuqtaga qaytadi. Ya'ni default holatiga qaytadi. 3D kursor faqat yangi obyektlar joylashuvi uchun emas, balki mavjud obyektlar harakat markazi sifatida ham ishlatiladi. Buni ko'rib o'tdik. Aksincha, agar biz 3D kursorni obyektning o'ziga joylashtirmoqchi bo'lsak, obyektni tanlab, Shift S va Cursor to Selected bandini tanlaymiz. Shunda 3D kursor obyektga o'tadi. Bu usul modellashtirishda juda qulay. Masalan, siz modelning chetida yangi detal qo'shmoqchisiz. 3D kursorni shu joyga olib borasiz va yangi obyekt shu joydan boshlab qo'shiladi. 3D kursorni bundan tashqari aniq koordinatlar bo'yicha joylashtirish ham mumkin. Bu uchun N tugmasini bosamiz, quyidagi panel kelib chiqadi. Bunda View bo'limiga o'tamiz. Bu yerda 3D kursorni topamiz. Bu yerda Location degan qism mavjud. Bu yerda X, Y va Z qiymatlarini qo'lda kiritish yoki bosib turib o'zgartirish holatida 3D kursorni joylashuvini o'zgartirish mumkin. Ko'rib turganingizdek, 3D kursor o'zini joyini o'zgartiryapti. Bu usul texnik modellar yaratishda juda foydali. 3D kursor modellashtirish jarayonida juda katta ahamiyatga ega. Masalan, biz yangi obyektni sahnada aniq burchakka joylashtirmoqchi bo'lsak, uni 3D kursor yordamida oson bajarishimiz mumkin. Shuningdek, murakkab shakllarda aylanish markazini aniq belgilashda ham 3D kursor juda foydali bo'ladi. Shu sababli uni faqat bezak sifatida emas, balki sahnadagi koordinata boshqaruv markazi sifatida qabul qilish kerak. Qisqa qilib aytganda, 3D kursor Blender'dagi eng muhim yordamchi vositalardan biri. U yangi obyektlar joylashadigan nuqtani aniqlaydi, harakat markazi sifatida ishlaydi va sahna ichida aniqlik bilan joylashuvni ta'minlaydi.